Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Star Beberka va bugungi videoda biz mana shu dunyoda Mirda 100 kun survival qilamiz. Unda videoga like bosib obuna bo'ling. Men ham boshladim. Birinchi bo'lib o'zimga daraxt chopib oldim. Sizlarning fikringizcha Minecraft o'yinchisi birinchi bo'lib nima qilish kerak? Mening fikrimcha daraxt chopish kerak. O'zimga e'tibor bermaysizlar. Va keyin tosh qazdim o'zimga bir ikkita. Toshdan aslahalar qilib oldim. Keyin esa o'zimga go'sht qidirdim, qo'y. Kravat tashlashga kerak edi. Oyimdan nimaga dedimda bitta o'ldirdim. Va yana ikkita ularni ham qo'qladim. Keyin shaxtaga tushmoqchi bo'ldim. Ko'rdimda chiqib oldim. Va yana daraxt chopdim bitta. Uyga kerak bo'ladi qo'y qo'shga. Do'stlar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bizada ikkinchi kun ham boshlandi va uy qurgandim, 3-kun ham boshlandi. Buni videoning orqasida qolgandim. Mana bizning uyimiz saroy. Saroy emas, birdan 10gacha baho berasiz. Va o'zimga qum qidirib do'stlar, sizlardan bitta iltimosim bor. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bizani deyarli 93% odamlar obuna bo'lmasdan kuzatadi. Shuni salkam 70-80% qo'ysa ham bo'ladi-yu do'stlar. Mana o'zimga oynalarni ham pishirib oldim. Yana qo'y qidirishga yurdim, ovqat qidirishga. Va bu turni ham o'tkazib yubordim. Bizada nechinchi kun? 4-chi kun. 4-chi kun men polni yog'och va mana yog'ochlarni o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuncha. Tomini bitkazishga va tomini qurishga kerak bo'ladi. Va mana tomini bitkazmoqchi bo'lgandim. Yo'q, yetmayapti. Tugab qoldi-da. Keyin ozgincha yog'och chopib oldimda bu turni ham o'tkazib yubordim. Va bizada уже 5-kun ham boshlandi. Mana 5-kunda polni tepasini bitkazdim. Pol nimasi? Mana chiqib ketdi. Buni ham bitkazamiz. O'zimga ovqat qidirmoqchi bo'lgandim. Qarasam ovqat zaxiram to'la ekan, keyin yog'och chopdim.
do'stlar, shunaqa sifatli videolar chiqishi uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Sizlardan bitta iltimos. Va keyin o'zimga sunduq yasab oldim. Va keyin tepaga chiqish uchun nurg'un yasadim. Qarasam, yo'q chetmay qoldi. Keyin yog'och chopib keldim yana. Men ahmoq bunaqa yasalmaydi-yu, chopdan yasalar edi, men taxtdan o'zidan yasamoqchi bo'ldim. Keyin esa nurg'un yasaldik. Va tepaga ham bo'ldim, tepaga. Va bu yerda men sunduqlarni joylashtirmoqchi edim. Bu yerda o'zimning narsalarimni qo'yaman. Do'stlar, shu joyda video tugaydi. Bu birinchi epizod edi. Ikkinchi epizod chiqishi uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying.